Assalomu alaykum akalar. Bir narsani ko'rib qoldim, buni videoga olmasam bo'lmaydigan bo'ldi buni xullas. Bu mashinani buni ko'rib mayda o'zimizga buni ahvolini qaradikku mashinani. Turishi juda ham achinarli mashinani lekin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlarga buni avvalroq obzor qilib bergandik bu mashinani Land Cruiser 91-yil bu mashina. Bu Saudiyadan kelgan deganidek. Bu mashina juda ham kelganida achinarli ahvol edi buni. Fara-mara hammasi almashib, krilolar, kapotlar, mana bular qanotligimizmi nima deymiz bunga? Dizgabeklar hammasi almashdi bular. Mashina kelganda juda ham achinarli ahvolda edi. Buni qo'ldan kelgancha narsalarni o'zini originalini topishga harakat qildik, topdik ham. Buni mashinani yili eski bo'lganligi uchun narsalar topish juda ham qiyin bo'ldi. Sezonalar o'ziniki. Egasi Xudoga shukr, mana chiroyli chiqdi. Egasiga ham yoqdi bu mashina. Xullas, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zingizga aloqaga chiqaverasizlar. Tez va ishonchli, chiroyli narxlarda qilib beramiz xudo xolisa. Sizlarni kuzatib boring, bundanda qiziq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz.